Lacoste matosdagi, Lacoste hibi matosdagi futbolkalarimizga o'g'il bolalarimizga 1+1 aksiya qildik. Ya'ni bitta futbolka xarid qilgan klientimizga bitta futbolka, bambuk futbolka tekinga qo'shib beraman. Hurmatli obunachilarimiz, biz ayollarga yaxshi aksiya qilib berdim. Aksiyam bombasini, ya'ni 130 ming, 150 ming so'm sotilgan ko'ylaklarimizni hammasini 80 ming so'mdan aksiyaga qo'yib berdim. Endi yigitlarimiz ham xafa bo'lmasin, yigitlarimizni ham o'ylagan holda yigitlarimiz uchun ham aksiyani bombasini qilyapman, ya'ni 1+1. Bu nima degani? Bu bitta futbolka olgan klientimga, yana mana bu futbolkalarni olgan klientimga bitta futbolka tekinga qo'shib beraman. Mana shu futbolkani 30 ming so'mlik futbolkamiz, ya'ni yoz mavsumiga eng xadavoy ketadigan futbolkamiz. Razmerlari 56 gacha bo'lgan razmerlariga mana shu futbolkani xarid qilgan 30 ming so'm bitta mana shu futbolkani oladi. O'zi hozirgi kungacha ham, hozirgacha ham, obedgacha ham hamma 30 ming so'mdan xarid qilgan futbolkaga endi haftani bir kuniga, ya'ni dushanba kuniga mana bu futbolkamiz tekinga qo'shib beriladi. Ya'ni mana bu futbolkani 30 mingga xarid qildingizmi? Mana bu orqasidagi futbolka sizga tekinga sovg'a sifatida qo'shib beraman. Bu futbolkalarimizda ham ranglari, har xil ranglari bor. Mana bu ko'rsatgan futbolkalarimda ham bu yerda hozir chiqmagan ranglari ham bor. Yana chiqmagan 4 xil, 5 xil rasvetkasi bor. Aziz klientlarim, erkaklarimizga, ya'ni yigitlarimizga aksiyani eng bombasi kelib qolamiz haftani bir kuniga, dushanba kuniga.